O'zbekistonda ortiqcha undirilgan soliqlarni kelgusi to'lovlar hisobiga kiritish muddati qisqartiriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Prezident tomonidan 26-iyunda imzolangan qonun bilan soliq kodeksiga ayrim qo'shimcha va o'zgarishlar kiritildi. Jumladan soliq munosabatlarida foydalanayotgan elektron hujjatlarning shaxsning roziligi ifodalangan va uni identifikatsiya qilish imkoni beradigan elektron tasdiqlash usullari orqali tasdiqlash elektron raqamli imzoga tenglashtiriladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligida, shu jumladan baliqchilik xo'jaliklarida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq hisobotlari, suv hisoboti, axborot tizimi va ushbu sohadagi vakolatli organlarning ma'lumotlari asosan avtomatik tarzda shakllantiriladi. Ortiqcha undirilgan soliq summasi soliq to'lovchining boshqa soliqlar bo'yicha kelgusi to'lovlari hisobidan hisobga olish tartibi yanada soddalashtiriladi. Unga ko'ra, boshqa soliqlar bo'yicha kelgusi to'lovlar uchun hisobga olish soliq to'lovchining yozma yoki elektron arizasiga ko'ra soliq organlari tomonidan 3 kun ichida amalga oshirilishi belgilandi. Amalda bu 15 kunni tashkil etardi. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimcha va o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi 2025-yil 25-fevralda deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilingandi. 18-martda esa 3-o'qishda qabul qilinib, Senatga yuborildi. 28-mayda Senat ushbu qonunni ma'qullagan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.